dastlabki bosqichida yoki o'sha o'rta bosqichlarda, og'ir bosqichlarda qanaqa belgilar bilan qanaqa namoyon bo'ladi? Nefrektomi, ya'ni buyrak olib tashlangan, tosh kasalligi, o'sma kasalligi olib tashlangan yoki bitta buyragini donor sifatida bergan bemorlarda shu vazifani bitta buyrak oladi, qonni tozalash. To 50% zararlanmasa, ular buyrak kasalli ekanligini gumon ham qilmasligi mumkin. Va keyinchalik surunkali buyrak kasalligi, arterial gipertenziya, ikkilamchi surunkali pielonefrit, surunkali o'sha kistalarning yiringlashi, turli xil infeksiyalarga sabab bo'lishi mumkin. Men buyragimni sotmoqchiman, menga mijoz topib bering deydi. Ya'ni boyagi bitta buyragimni sotaman, qancha beradi, necha pul beradi deydi. Buyrakni ko'chirib o'tkazish amaliyoti ham chet davlatlarda yo'lga qo'yilgan. Ba'zi bir davlatlarda inson o'lishdan oldin o'zini buyragini men o'lganimdan so'ng shu buyragimni donor sifatida berishlari yoki faqat buyrak emas, yurak, boshqa bir a'zolarni donor sifatida berishga roziman degan tilxat yozib, o'lishdan oldin buyragini sotib pulini olib shunaqa qilganlar ham borlik. Yurakni funksional holatini to'liq o'sha buzilishiga qachon olib keladi yoki olib kelmasdan buyrakni butunlay saqlab yurish mumkinmi? Aytadi, mana bu dori bor, ichib yur deydi. U buyrak kasalligini qaysi turi unda, pielonefritmi unda, glomerulonefritmi unda yoki umuman boshqa sababmi, buyrak yetishmovchiligi rivojlangan, unga e'tibor bermaydi. Assalomu alaykum aziz do'stlar. Bugun biz sizlar bilan nefrologik kasalliklar, ya'ni buyrak kasalliklari, qanday kasalliklar uchraydi, bugungi kunda bu kasalliklarni qanday zamonaviy davolash, tashxislash, ya'ni ularga tashxis qo'yish usullari bor. Bu haqda O'zbekiston va chet el tajribasi haqida Xudo xolasa suhbatlashamiz. Bugungi hamrohimiz, suhbatdoshimiz O'zbekiston Respublikasi Nefrologiya markazi va Hilol Med Centerni nefrolog shifokori, Toshkent tibbiyot akademiyasida o'qigan, u yerni tugatgan va Turkiyani Bashkent universitetida malaka oshirib o'qib kelgan nefrolog shifokor Jalilov Shuhrat aka. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Xush kelibsiz. Shuhrat aka, birinchi siz bilan shu haqda suhbatlashsakki, bugungi kunda O'zbekistonda qanday buyrak kasalliklari ko'p uchrayapti? Ya'ni qaysi turdagi buyrak kasalliklar bizda ko'p uchraydi respublikamizda? Assalomu alaykum. Bugungi kunda O'zbekistonda juda ham ko'plab nefrologik kasallik, buyrak kasalliklari uchraydi. Birinchi navbatda buyrakni o'zi bilan bog'liq buyrak kasalliklarini olsak bo'ladi. Bunda o'sha glomerulonefrit, buyrakni koptacha tizimini yallig'lanishi, autoimmun yallig'lanish kasalliklari qatoriga kiradigan bir necha turlari bor glomerulonefritlarni. Ikkinchidan pielonefrit uchraydi. Pielonefrit bu buyrakni ko'zchi-jon tizimini infeksion yallig'lanish kasalligi hisoblanadi va O'zbekistonda eng ko'p uchraydigan kasalliklardan bittasi bu qandli diabet kasalligi natijasida rivojlanadigan diabetik nefropatiya kasalligi kiradi. Bundan tashqari buyrak kasalliklari juda ham murakkab kasalliklar bo'lib, bunda faqatgina buyrakni o'zi bilan bog'liq emas, balki autoimmun kasalliklar bo'lishi mumkin. Sistemali qizildermiya, dermatomiyozit, sklerodermiya, bundan tashqari uzoq vaqt baland qon bosimida yuradigan gipertoniya kasalligi va yurak ishmi kasalligi bo'lgan bemorlarda buyrakda muammo kasalliklar uchrashi mumkin. O'zbekistonda bizimizda yana ko'proq buyrak kasalliklaridan buyrak tosh kasalliklari uchraydi. Buyrakda turli xil o'sma onkologik protseslar, buyrak faqat buyrak, balki CD qopida va erkaklarda ko'proq prostata bezida uchraydigan turli xil onkologik kasalliklar uchraydi. Demak, kasalliklarni biz buyrak kasalliklarini ikkiga ajratib olsak bo'ladi. Ya'ni birinchi buyrakni o'zidagi kasallanish jarayoni bilan boshlanadigan kasalliklar, keyin ikkilamchi, ya'ni boshqa a'zolarda kasallik boshlanib, ularning asorati sifatida buyrakda paydo bo'ladigan kasalliklar. Xuddi shunaqa. Birinchi navbatda buyrakda o'zini mustaqil kasalliklari va ikkinchisi esa boshqa bir a'zo va tizimlarda yuzaga keladigan kasalliklar natijasida buyrakdagi ikkilamchi o'zgarishlardan yuzaga keladigan kasalliklarga ajratishimiz mumkin. Keyin mana shu yana bir savol, bugungi kunda mana buyrak kasalliklari bilan shug'ullanadigan mutaxassislar, ya'ni masalan nefrologlar, terapevt shifokorlar shug'ullanadi, bundan tashqari ya'ni urologlar bor. Ya'ni bularning chegarasi bormi? Qanday? Qaysi holatlarda bu kasalliklarni urologlar davolash kerak? Qaysi holatlarda nefrolog yoki terapevt davolash kerak? Urologlar asosan siydik chiqarish yo'llarida urodinamikani buzilishidan yuzaga keladigan kasalliklardan, masalan obstruksiya siydik, buyrak tosh kasalliklari, turli xil siydik chiqarish yo'lida yuzaga keladigan obstruksiya adenoma,
siydik yo'llaridagi strukturalar kasalliklarida urologlar davolash choralarini ko'rishadi. Buyrakni funksiyasi va buyrakni autoimmun kasalliklari, turli xil boshqa bir kasalliklar natijasida yuzaga keladigan ikkilamchi o'sha buyrak kasalliklarida nefrologlar shug'ullanib boradi. Ba'zi bir joylarda, hududlarda nefrologlar yetishmaganda bu vazifani terapevtlar tomonidan davo choralari ko'riladi. Lekin asosan buyrak bilan bog'liq kasalliklarni urodinamika buzilmasdan buyrakning funksiyasi, vazifasi buziladigan kasalliklarda unda nefrolog davo choralarini ko'rish kerak bo'ladi. Bu urodinamik buzilish bilan bo'ladi deganingiz, ya'ni siydik chiqarish tizimidagi muammolar, masalan, buyrak tosh kasalligi bo'lishi mumkin, prostata bezining xavfsiz giperplaziyasi, siydik chiqarish yo'llarida turli xil strukturalar paydo bo'lishi. Agar onkologiya bo'ladigan bo'lsa, unda onkourologlar tomonidan davo choralari ko'rish kerak bo'ladi. Masalan, glomerulonefrit, surunkali pielonefrit, masalan, latent yoki aktivlanish davrida unda nefrolog tomonidan davo choralari ko'riladigan bo'lsa, o'tkir pielonefritni urolog tomonidan davo choralari ko'rgan ma'qulroq, chunki o'tkir pielonefrit og'ir asoratlarga, o'sha buyrakni yiringlashiga olib kelishi mumkin, bo'lgan og'ir asoratlarga olib kelishi mumkin. Bunaqa holatlarda urolog tomonidan davo choralari ko'riladi. Mana siz Turkiyaga ham borib keldingiz, Turkiyada o'sha yerda tahsil oldingiz, tajriba almashdingiz, malaka oshirdingiz. U yerdagi nefrologik, ya'ni shu buyrak kasalliklari bilan og'rigan bemorlarni davolash taktikasi, ularni masalan davolash usullari, diagnostika usullari va bizdagi davolash usullari. Bularda farqlar, ya'ni bizdagi mavjud bo'lgan usullar yoki kamchiliklar yoki ustunliklar, ulardagi usullar bizda qo'llanilyaptimi yoki ma'lum bir darajada juda og'ir kamchiliklar bormi? Shular haqida ozgina aytib o'tsangiz. Xo'p, davo choralari keladigan bo'lsak, butun dunyoda, O'zbekistonda ham, chet elda ham ma'lum bir kasallik bo'yicha davolash standartlari ishlab chiqilgan. Ularda ham o'zlarini davolash protokollari bo'yicha, O'zbekistonda ham o'zimizni davolash protokollari bo'yicha davo choralari ko'rilyapti. Davolash taktikasi bo'yicha keskin farqlar yo'q. Shifokorlarning bilim darajasi bo'yicha ham O'zbekiston shifokorlari, nefrologlari chet eldan qolishmaydi. Faqat diagnostikada ularda diagnostikasi bizga nisbatan yaxshi rivojlangan, lekin O'zbekiston ham so'nggi yillarda diagnostikasi, masalan, buyrakni biopsiya qilish, buyrak angiografiya, qon tomirlari angiografiya tekshiruvlari juda ham yaxshi yo'lga qo'yilgan va diagnostika tarafdan ham O'zbekiston Turkiya darajasiga yetib bormoqda. Bilim va davolash taktikasi bo'yicha O'zbekiston bilan Turkiyani shifokorlari darajasi bir-biriga teng desa ham bo'ladi. Bu hozir davolash protokollari dedingiz, ya'ni bu davolash uchun qo'llaniladigan standartlar, dori vositalari, usullari. Bu protokollar umumiy qabul qilingan. Mana siz Yevropa nefrologlar uyushmasi, keyin Xalqaro nefrologlar uyushmasiga a'zo ekansiz. Bu protokollar o'shalarga asoslanib bizda mahalliylashtirilganmi yoki biz o'zimiz boshqatdan ishlab chiqqanmiz bu protokollarni? Xo'p, o'zimizda mahalliy har bir nefrologik kasalliklarni O'zbekiston bo'yicha tuman darajasida, viloyat va respublika darajasida davo choralari va diagnostika uchun qo'llaniladigan diagnostik choralar va davolash choralari standart ishlab chiqilgan, O'zbekistonda ishlab chiqarilgan. Bu standartlar, O'zbekistonda ishlab chiqarilgan standartlar jahon miqyosida KDIGO deyiladi, Xalqaro nefrologlar assotsiatsiyasi tomonidan ishlab chiqilgan klinik protokollarga mos keladi. Mos keladi. O'zbekistonning o'zining klinik har bitta nefrologik kasalliklarni tashxislash va davolash uchun maxsus vrachlar uchun klinik protokollar, standartlar tashkil qilingan. Xo'p, mana bugungi kunda juda ham ko'pchilikni qiziqtiradi. Ayniqsa bemorlar bizga ham juda ham ko'p shikoyatlar bilan kelishadi. Turli xil holatlarda, masalan, eng ko'p shikoyati bemorlarning o'sha bel og'rig'i bo'lib, bel og'rig'i holati kuzatilsa, buyrak kasalmikan degan o'sha gumonga kelishadi. Lekin buyrak kasalligini belgilari bu faqatgina bel og'rig'idan iborat emas. Shu qanday holatlarda, ya'ni bemorlar o'zida qanday belgilarni ko'rsa, qanday belgilarni sezsa, buyragi kasal ekanligiga gumon qilsa bo'ladi. Ko'pincha buyrak kasalliklari belgilarsiz kechadi. Shuning uchun ham nefrolog vrachga murojaat qiladigan bemorlar ko'pincha kechki bosqichlarda murojaat qiladi. Bel sohasidagi og'riqning paydo bo'lishi, buyrak kasalliklari bilan bog'liq bo'lishi, unda buyrakda
tosh kasalliklari bo'lishi mumkin yoki buyrakda tuz bo'lishi mumkin yoki buyrakda shamollash protsess kechadigan bo'lsa, o'shanda og'riq bo'ladi. Buni aniq tashxis qo'yish uchun birinchi navbatda ultratovush tekshiruvi qilish kerak bo'ladi. Buyrak va siydik qopini, erkaklarga qo'shimcha ravishda prostata bezini, shuningdek umumiy siydik tahlili va Nechparenko bo'yicha siydik tahlilini qo'llash kerak bo'ladi. Bundan tashqari buyrakning funksional holatini baholash uchun qonda kreatin mochvina, siydik kislota analizlarini topshirishlari kerak bo'ladi. Shu umumiy analizlar va ultratovush tekshiruvi, buyrakning shikoyatlari, bemorni tekshirib maxsus turtki simptomlarini qo'llash, anamnizni yig'ish orqali aniq tashxis qo'yishimiz mumkin. Endi mana bugungi kunda eng ko'p tarqalgan kasallik deb, endi bizga eng ko'p murojaat qiladigan kasallik deb bilamiz, surunkali buyrak yetishmovchiligi yoki hozir bugungi kunda buyrakning surunkali kasalligi deb tashxis qo'yilyapti. Shu kasallik nima ekanligi, bu qanday kasallik ekanligi haqida aytib bersangiz. Xo'p, surunkali buyrak yetishmovchiligi bu buyrakni og'ir kasalligi sifatida qarash mumkin. Oldin surunkali buyrak yetishmovchiligi tushunchasi qo'llanilgan. Hozir faqat surunkali buyrak yetishmovchiligi tushunchasi surunkali buyrak kasalligining eng oxirgi terminal bosqichida qo'llanilmoqda. Xo'p, surunkali buyrak kasalligini o'zi nima deydigan bo'lsak, bu surunkali buyrak kasalligi 3 oy va undan ortiq vaqt davomida buyrak funksiyasini buzilishi va bu protsessni kuchayib borishi bilan tushuniladi. Surunkali buyrak kasalligi bu mustaqil kasallik sifatida qaralmaydi tibbiyotda. Bu boshqa bir kasallikni sababi natijasida, asorati sifatida bu kasallikni qarashimiz mumkin. Bu surunkali buyrak kasalligini keltirib chiqaradigan sabablar, omillar nimalardan iborat? Surunkali buyrak kasalligini keltirib chiqarish sabablar bu o'sha yuqorida aytilgandek, buyrakni o'zi bilan bog'liq kasalliklar bo'lishi mumkin. Glomerulonefrit, pielonefrit, buyrak tosh kasalligi, buyrakni tug'ma polikistoz kasalligi bo'lishi mumkin. Bundan tashqari boshqa bir kasalliklar, turli xil o'sma, diabetik nefropatiya, ya'ni qandli diabet natijasida uzoq vaqt baland qon bosimida yuradigan gipertoniya kasalligi bo'lgan bemorlarda bo'lishi mumkin. Turli xil qondagi likozlarda yuzaga kelishi mumkin. Boshqa bir sistemalik kasalliklar natijasida ham yurakda surunkali buyrak kasalligi rivojlanishi mumkin. Demak, buyrakni istagan kasalligi oxiri shu surunkali buyrak kasalligiga olib kelishi mumkin. Bundan tashqari boyagi buyrakka zarar keltiruvchi mumkin bo'lgan boshqa a'zo kasalliklar. Shunaqa. Xo'p, endi bu surunkali buyrak kasalligini dastlabki bosqichida yoki o'sha o'rta bosqichlarda, og'ir bosqichlarda qanaqa belgilar bilan, qanaqa namoyon bo'ladi? Surunkali buyrak kasalligining dastlabki bosqichlarida ko'pincha bemorlarda klinik belgilar bo'lmaydi. Surunkali buyrak kasalligining dastlabki bosqichlarida asosiy kasallikka xos belgilar paydo bo'lishi mumkin. Masalan, siydik tunda tez-tez peshobga chiqish, siydikdagi o'zgarishlar, seganda achishishlar yoki siydik miqdorini kamayishi, ertalab turganda yuz sohasida turli xil shishlarning paydo bo'lishi, bemorda qon bosimi ko'tarilishi, kechki bosqichlarda surunkali buyrak kasalligining og'ir bosqichlarida ko'ngillaynish, qayt qilish, terida qichishish, turli xil toshmalarning paydo bo'lishi kuzatilishi mumkin. Bundan tashqari surunkali buyrak kasalligida bemorda klinik belgilar aniq namoyon bo'lmasligi mumkin va lekin umumiy siydik tahlilida hamda qondagi o'zgarishlarga qarab baholay olishimiz mumkin bo'ladi. Surunkali buyrak kasalligi dastlabki bosqichlarida umumiy siydik tahlilida siydikda eritrotsit, oqsil, slender, leykotsitlar bo'lishi, qonda kreatin mochvinani ko'tarilishini aytib o'tishimiz mumkin. Bu surunkali buyrak kasalligida nima jarayon bo'ladiki, ya'ni qanaqa o'sha o'zgarish kechadiki buyrakda, uni yetishmovchiligi kuzatiladiki, namoyon bo'ladi. Surunkali buyrak kasalligi deb aniq tashxis qo'yish uchun yuqorida aytib o'tdim, qonda kreatin miqdori normadan 3 oy davomida, oxirgi 3 oy davomida normadan baland bo'lishi surunkali buyrak kasalligi deb tashxis qo'yishimiz mumkin. Bu yerda buyrakdagi muammo, buyrakda yuzaga keladigan shu patologik o'zgarishlar juda ham murakkab bo'lishi mumkin. Buyraklarda faoliyat olib boradigan 1 million har bitta buyrakda 1 million atrofida nefron filtrlar bo'ladi. Shu filtrlarni qonni filtrlash, qonni tozalash funksiyasi pasayishi natijasida
buyraklarni kichrayib qolishi mumkin. Buyrakdagi faoliyat yuritadigan bu filtrlarni faoliyatini pasayishi, ularni nobud bo'lishi shu yuqorida aytib o'tgan kasalliklar natijasida yuzaga kelishi mumkin. Ko'pincha buyrakda faoliyat olib boradigan filtrlarni 50% dan ko'p qismi nobud bo'lganda bemorda klinik shikoyatlar paydo bo'ladi. Ko'p holatlarda shu sababli ham bemor oxirgi bosqichlarda buyrakdagi muammoni bilib qoladi. Demak, o'sha buyragining yarmi quriguncha, yarmi o'sha 50% ishdan chiqmaguncha bemor o'zini kasalligini bilmay ham yurishi mumkin ekan. Ko'p holatlarda bilmay yurishi mumkin. To'g'ri, boshqa dastlabki bosqichlarida shu surunkali buyrak kasalligiga sabab bo'lgan kasallikka xos klinik belgilar paydo bo'lishi mumkin. Glomerulonefrit kasalligi bo'ladigan bo'lsa, oyoqda shish, qon bosimini ko'tarilishi, siydik miqdorining kamayishi bo'lishi mumkin. Yoki qandli diabet bilan og'rigan bemorlar bo'ladigan bo'lsa, umumiy tahlilda oqsilning yuqori bo'lishi, ularda ham qon bosimi ko'tarilishi, butun tanada shishlar paydo bo'lishi mumkin. Lekin qonda kreatinning ko'tarilishi, surunkali buyrak kasalligining rivojlanishi, buyraklar o'lchamlarini o'zgarishi ko'pincha 50% nefronlarni bemor yo'qotgandan so'ng namoyon bo'lishi mumkin. Endi mana shu buyrak kasalligi aytdik, demak siz aytishingiz bo'yicha 50% buyrak zararlangandan keyingina boyagi namoyon bo'lyapti. Ungacha boshqa asosiy kasalliklar, ya'ni davleniya bo'lsa davleniyasi oshyapti, qandli diabeti bo'lsa u qand ko'tarilyapti, boyagi glomerulonefrit bo'lsa uni belgilari bo'lib, bemorlar faqat o'shalardan shikoyat qilib yurishibdi. To 50% zararlanmasa ular buyrak kasalli ekanligini gumon ham qilmasligi mumkin. Bunday holatlarda ya'ni to o'sha 50% zararlanishini oldini olish uchun, ya'ni 50% hali zararlanmasdan oldin kasalligini bilish uchun nimalar qilish kerak bemorlar? Birinchi navbatda yuqorida aytib o'tdik, u surunkali buyrak kasalligi, umuman o'zi buyrak kasalligi aniq tashxis qo'yish uchun kerakli bo'lgan analizlar bor. Shu analiz topshirib turish kerak. Umumiy qon tahlili, umumiy siydik tahlili, qonda kreatinin, mochvina, siydik kislota, umumiy oqsil, albumin, shu analizlarni topshirish kerak bo'ladi. Surunkali buyrak yetishmovchiligida, ya'ni o'sha buyrakni qurib qolib, boyagi bujmayib, uni faoliyati pasayishi natijasida yuzaga keladigan holatda qanday usulda davolash choralari ko'riladi? Ya'ni hamma bosqichda davolash bir xilmi yoki bosqichiga qarab davolash taktikalari, choralari ham o'zgaradimi? Surunkali buyrak kasalligini meditsiya tibbiyotda 5 ta bosqichga bo'linadi. Bu 5 ta bosqichning eng oxirgi bosqichi bu surunkali buyrak yetishmovchiligi. Yuqorida aytib o'tganimdek, surunkali buyrak yetishmovchilikgacha bo'lgan holatda dastlabki 4 ta bosqichda bemorda o'sha konservativ davo tadbirlari qo'llaniladi. Faqatgina konservativ emas, o'sha sog'lom turmush tarzi va kunlik bemorni iste'mol qiladigan oziq-ovqati, kunlik harakat faoliyati va surunkali buyrak kasalligiga sabab bo'lgan kasallikni davolash chora-tadbirlari ko'riladi. Surunkali buyrak yetishmovchiligi rivojlanganda oxirgi bosqichlarda buyrak ko'chirib o'tkazilish, transplantatsiya yoki gemodializ, dializ seanslari bemorga tavsiya etiladi. Endi shunaqa holatlar kuzatiladi. Ayrim holatlarda mana bizga murojaat qilib kelgan bemorlarda savol berishadi. Qachon dializ qilamiz? Ya'ni dializ qilganimiz ma'qulmi hozir bemorni yoki davolatganimiz ma'qulmi? Ya'ni buni ma'lum bir chegarasi bormi? Bemorni mana shu holatdan keyin yoki mana shunaqa belgilar kuzatilgandan keyin yoki xuddi shunday tahlillarda o'zgarish bo'lgandan keyin bu bemorni dializ qilish kerak. Dializga o'tgan bemorlar, ya'ni dializ muolajalarini qilayotganda yana savol tug'iladi ularda. Bu dializni bir marta olamizmi, 2 marta olamizmi yoki bu dializ butunlay doimiy olib yuramizmi? Yana shunaqa holatlar bo'ladi. Qachondir bu dializdan uzoq vaqt dializ olib yurgan bemorlar qachondir bu dializdan biz chiqib ketsak bo'ladimi? Ya'ni dializ to'xtatsak bo'ladimi? Shular haqida ham to'xtalsangiz. Nefrologiyada bunaqa bu buyrak zararlanishi, buyrak funksiyasini zararlanishini nefrologiyada 2 ga bo'linadi. O'tkir buyrak shikastlanishi va surunkali buyrak kasalligi. O'tkir buyrak shikastlanishida qisqa vaqt, soat, kunlar ichida qonda o'sha kreatinin, mochvinani yuqori bo'lib ketishi, siydik ajralishning keskin kamayib ketishi, ya'ni buyrakni qisqa vaqt vazifa bajaradigan filtrlarni ishlamay qolishi natijasida bu kasallik yuzaga keladi. Bunaqa vaziyatda birinchi navbatda shu kasallikka sabab bo'lgan omillarni bartaraf etib,
davo choralari qo'llab ko'riladi va og'ir holatlarda dializ seanslari tavsiya etiladi. O'tkir buyrak shikastlanishi bilan og'rigan bemorlarda bir necha dializ seanslaridan keyin va davo choralarini qo'llagandan so'ng buyrak qayta o'z faoliyat boshlashi bilan gemodializ seanslari bemordan to'xtatiladi. Surunkali buyrak kasalligi natijasida, surunkali buyrak yetishmovchiligi natijasida gemodializ, umuman dializ seansiga ko'rsatma bo'lgan bemorlarda dializ seanslari boshlandimi, bu protsess bemorni umrining oxirigacha haftasida 3 marta 3,5-4 soat vaqt oralig'ida bemorga tavsiya qilinadi. Bu seanslar to'xtatish bemorning hayoti uchun juda xavfli hisoblanadi. Bunaqa holatda demak bemorning umumiy holati baholanadi. Kerakli zarur tekshiruvlar, anamnez tekshiruvlar qilinib, shunga qarab olib boriladi. Endi mana shu dializda yurgan bemorlarda kuzatilishi mumkin bo'lgan qandaydir shu dializ amaliyotiga xos bo'lgan asoratlar bormi? Ya'ni dializ qilib yuribdi, mana shu holatlar kuzatilishi mumkin. Ya'ni qandaydir asoratlar bor, ularni oldini olish uchun shu asoratlar bo'lmasligi uchun nimalarga e'tibor berish kerak bunday bemorlar? Ya'ni dializdagi bemorlar. Hop, dializda yurgan bemorlarda o'zi dializ ikkiga bo'linadi. Gemodializ hamda peritoneal dializ. Peritoneal dializ O'zbekistonda endi yo'lga qo'yilishi ko'zda tutilgan. Gemodializ bilan muolaja olib yurgan bemorlarda asosan eng ko'p uchraydigan asoratlardan biri dializda qon bosimini tushib ketishi, qon bosimini oshib ketishi, qon ketish asoratlari kuzatilishi mumkin bunaqa bemorlarda. Bunaqa holatda bemorlarni qon bosimi gemodializdan oldin va gemodializdan keyin qon bosimini nazorat qilib borish kerak bo'ladi. Keyin o'z vaqtida bemorni tana vazniga moslashtirib, o'z vaqtida gemodializ seanslarini qabul qilib turish kerak bo'ladi. Bu gemodializ amaliyotida bemor uchun ya'ni nimalar sodir bo'ladi? Gemodializ masalan tanadan nimani olib tashlaydi? U zaharni olib tashlaydimi yoki yana boshqa narsalarni oladimi? Gemodializ bu tomir orqali bemorning organizmidan qon apparatga o'tkazilib, apparatdan bemorning qonidagi moddalar almashuv natijasida hosil bo'lgan zararli moddalarni, ortiqcha suvni, keyin turli xil elektrolitlarni, natriyni, kaliyni apparat olib qolib, yana qayta bemorga yuboriladi. Dializ apparatini vazifasi faqat shu 3 ta vazifani bajaradi, lekin buyrakning vazifasi juda ham ko'pligi sababli gemodializ apparati qon ishlab chiqara olmaydi. Buyrakning o'zi muhim vazifalaridan bittasi eritropoetin gormon ishlab chiqariladi va shu orqali gemoglobin ishlab eritrositlar, ya'ni gemoglobin ishlab chiqarilishi uchun stimulyatsiya bo'ladi. Buyrak yetishmovchiligi rivojlangan bemorlarda kamqonlik rivojlanadi. Bundan tashqari gemodializ seanslaridan keyin ma'lum bir miqdorda qon yo'qotilishi hisobida kamqonlik jarayoni yana ham kuchayib ketib qolishi mumkin. Shu sababli bemorlarda doimiy eritropoetin qon gemoglobinni ko'taruvchi, qonni ko'paytiruvchi dori vositalar olib borish tavsiya etiladi. Demak, ular gemoglobinni nazorat qilgan holda bu qon ko'paytiradigan boyagi eritropoetin qonlarni qabul qilib yurish kerak. Qo'shimcha ravishda gemodializ protsessida surunkali buyrak kasalligi rivojlanadigan bemorlarda kalsiy fosfor almashinuvida ham buzilish bo'ladi. Shuning uchun bunaqa bemorlarda qonda kalsiy hamda fosfor miqdorini tekshirib turish, nafaqat kalsiy fosfor, kaliy miqdorini tekshirib turish tavsiya etiladi. Gemodializ orqali tanada masalan kuzatilgan ortiqcha shishlarni ham olib tashlasa bo'ladi demak. Gemodializ orqali bemorlar tanasidagi ortiqcha suyuqlikni olib tashlasa bo'ladi. Keyingi masalan etap endi bizda nimamiz bo'yicha mana surunkali buyrak yetishmovchiligi paydo bo'ldi, dori-darmonlar bilan davolanildi. Keyin ma'lum muddatdan keyin agar davo choralari to'g'ri olib borilmasa, samara bermasa, xavf omillar ketkazilmasa, aytgandek boyagi buyrak yetishmovchiligi bo'lib gemodializga o'tdi bemorlar. Endi bunday bemorlar qachon, qaysi holatlarda buyrak transplantatsiyasi, ya'ni buyrak ko'chirish amaliyoti o'tkazilishi mumkin? Bunga ko'rsatmalar, ya'ni qaysi holatlarda qilinadi yoki qarshi ko'rsatmalar bormi? Yoki hammada qilish mumkinmi dializga o'tganlarda? Xo'p, umuman buyrak transplantatsiyasi ko'chirib o'tkazish aynan gemodializga o'tkazilib keyin transplantatsiya qilish degan narsa yo'q. Umuman surunkali buyrak
yetishmovchiligi rivojlandimi, bemorga qonda kreatin mochini ko'tarildimi, tavsiya qilinadi. Transplantatsiya tavsiya qilinadi. Transplantatsiyagacha bo'lgan etapda bosqichda agar bemorda umumiy holati og'irlashadigan bo'lsa, gemodializ seanslari o'tkaziladi. Transplantatsiya yoki gemodializ bemor hayotini saqlab qolish uchun ikkita yo'l, bu oxirgi yo'l hisoblanadi. Transplantatsiyani o'tkazish uchun qarshi ko'rsatmalar ham bor. Agar bemorda o'tkir infeksion gepatit B, gepatit C yoki ortiqcha immun tanqisligi virusi bo'lsa, yoki bemorda faol rivojlanib borayotgan turli xil a'zolarda onkologik o'sma kasalliklari bo'lsa, bemorda og'ir yurak yetishmovchiligi, og'ir jigar yetishmovchiligi bo'ladigan bo'lsa, shuningdek transplantatsiya o'tkazilgan bemorlarda doimiy qabul qilib yuradigan immun tushiruvchi preparatlar bo'ladi. Bemorda og'ir psixoz, ruhiy o'zgarishlar bo'ladigan bo'lsa ham absolyut qarshi ko'rsatma sifatida qaraladi. Bundan tashqari bemorlarni qon tomir tizimida muammo bo'ladigan bo'lsa, ya'ni transplantatsiya qilish imkoniyati bo'lmasa, anatomik tuzilmalarda buyrak qon tomir sistemasida anatomik muammo bo'ladigan bo'lsa, transplantatsiya qilinishiga holat bo'lmaydigan holatlarda transplantatsiya qilinmaydi. Qolgan barcha holatlarda transplantatsiya qilish mumkin. Transplantatsiya o'sha qilishda bemorlarga o'sha kimni buyuragini qo'yish mumkin? Ya'ni o'zini qarindoshlari bo'lish kerakmi yoki begonalardan qo'ysa bo'ladimi? Va bu qo'yish jarayonida ular ham ma'lum bir tekshiruvlardan o'tkazilsa kerak. O'zbekiston sharoitida transplantatsiya faqatgina tirik donordan birinchi va ikkinchi darajali qarindoshlardan buyrak ko'chirib o'tkaziladi. Buyrak ko'chirib o'tkazilish uchun birinchi navbatda ma'lum bir tekshiruvlardan o'tiladi. Eng asosiy tekshiruvlardan bittasi o'sha HL tizimi deyiladi. HL tizimi Christmas testi deyiladi. Bundan tashqari qon guruhlari mos kelishi kerak bo'ladi. Bundan tashqari yana qo'shimcha ko'plab tekshiruvlar o'tkaziladi. Bemor bilan buyrak beruvchi donorni bir-biriga moslik darajasi aniqlanadi. Keyinchalik ko'chirib o'tkazilgan buyrakka qarshi organizmda kurashuvchi antitela ishlab chiqarilmasligi maqsadida tekshiruvlar olib borish kerak bo'ladi. Bunday o'sha transplantatsiya o'tkazish natijasida aytaylik shu bemorda ham yoki o'sha buyrak bergan ikkinchi o'sha donor insonda ham uni boyagi aytdingiz qarindoshlarida yoki yana shunaqa holatlar bo'ladi, turli xildagi onkologik kasalliklar tufayli buyragi bittasi olib tashlangan bemorlar bor. Ya'ni bunday holatda hammasi o'sha bitta buyrakli insonga aylanyapti. Shunday bemorlarga nimalarga e'tibor berish tavsiya etiladi? Bunaqa bu bemorlarda har bitta bu yuqorida aytib o'tdim, har bitta buyrakda taxminan 1 million atrofida ishlaydigan filtrlar, nefronlar bo'ladi. Nefrektomiya, ya'ni buyrak olib tashlangan, tosh kasalligi yoki o'sma kasalligida olib tashlangan yoki bitta buyragini donor sifatida bergan bemorlarda shu vazifani bitta buyrak oladi. Qonni tozalash va qo'shimcha buyrakning bir necha vazifalari bor. Qonni umumiy qon sistemasida gomeostaz tizimi deyiladi. Kislota asos muvozanati, elektrolitlar, suv muvozanatini saqlash uchun bitta buyrak shu vazifani o'ziga oladi. Shuning uchun bunaqa bemorlarda tavsiya etamiz, birinchi navbatda umumiy siydik tahlili, qonda buyrak uchun xos bo'lgan analizlar kreatinin, mochvina, siydik kislota, buyrakni ultratovush tekshiruvi, umumiy qon analiz tekshiruvlarini o'tkazib borish kerak bo'ladi. Qaysidir bir analizda birozgina normadan o'zgarish, patologik tarafga o'zgarish bo'lsa, kechiktirmasdan o'zini terapevtiga yoki nefrolog shifokorga uchrashishi tavsiya etiladi. Bunday bemorlar, ya'ni o'sha surunkali buyrak kasalligidan og'rigan bemorlar, keyin boyagi bir buyrakli insonlar, bular ovqatlanish tartibida, hayot tarzida qandaydir qoidalarga rioya qilish kerakmi? Ya'ni ular nimalar iste'mol qilish mumkin, nimalar mumkin emas? Buyrakini bergan, donor sifatida bergan yoki yagona buyrak bo'lgan bemorlarda birinchi navbatda tavsiya qilinadi sutkalik iste'mol qilinadigan osh tuzi miqdorini kamaytirish, tamaki zararli odatlardan cheklanish, tamaki chekishni yoki nos chekishni to'xtatish, ortiqcha tana vaznini kamaytirish, sog'lom turmush tarzi, toza ochiq havoda yurish, qiyin hazm bo'ladigan
oziq-ovqat mahsulotlari tarkibida xolesterin miqdori, zararli yog', kanserogen yog' qo'shilgan oziq-ovqat mahsulotlarini chegaralash bularga tavsiya etiladi bunaqa bemorlarga. Va bunaqa bemorlar qon bosimini nazoratda ushlab turishi tavsiya etiladi. Qo'shimcha ravishda bunaqa bemorlarda qon bosimini ham o'lchab turishlari kerak bo'ladi. O'zbekistonda buyrak transplantatsiyasi qayerlarda o'tkaziladi? Xo'p, bugungi kunda O'zbekistonda buyrak ko'chirib o'tkazilishi Respublika ixtisoslashtirilgan xirurgiya ilmiy amaliyot tibbiyot markazida, Respublika shoshilinch tez tibbiy yordam markazida, Toshkent milliy tibbiyot markazida va hozirgi kunda yo'lga qo'yilishi rejalashtirilyapti. Respublika ixtisoslashtirilgan nefrologiya va buyrak transplantatsiyasi ilmiy amaliyot tibbiyot markazida. Ular Toshkent shahrida o'tkaziladi, lekin O'zbekistonda so'nggi oxirgi kunlarda rivojlanish juda ham oldin ketdi nefrologiya va transplantatsiya sohasida. Nafaqat viloyatlarda, balki tumanlarda ham buyrak ko'chirib o'tkazilish jarrohlik amaliyoti yo'lga qo'yilgan va amaliyotlar bajarilmoqda. Boya dializ masalasida aytdingiz. Nima? Peritoneal dializ bor dedingiz-ku. Endi O'zbekistonda yo'lga qo'yilishi rejalashtirilyapti. Bu qanaqa dializ? Bu boya gemodializdan qanaqa farqlari bor? Afzalmi yoki minusi bormi yoki qulayroq, qanday farqlari bor? Xo'p, peritoneal dializ bu peritoneal dializda bunda filtr sifatida qorin parda rol o'ynaydi. Uni ikki xil shakli bor peritoneal dializda. Birinchi shakli bunda bemorda o'sha qorin bo'shlig'iga maxsus kateter kiritiladi va kateter orqali dializ eritmasi kiritiladi. U eritmasi qorin bo'shlig'ida 3-3,5 soat davomida turib, o'sha zararli organizmni moddalash natijasida hosil bo'lgan zararli moddalarni o'ziga tortib oladi va boshqa drenaj naycha orqali bemor shu dializ suyuqligini qaytib chiqazib yuboradi. Peritoneal dializda bu turi bemor o'ziga qila oladi, qanaqadir qo'shimcha tibbiy yordam kerak emas. Bundan tashqari yana bir peritoneal dializ turi bor. Bu bemor faoliyat bilan bog'liq bo'lmaydi, bu avtomatik apparatni o'zi bajaradi. Bemor yotishdan oldin apparat ulab qo'yiladi, apparat o'zi tozalaydi. Shu amaliyot bajarsa bo'ladi. Peritoneal dializ yana bir qulaylik taraflari bemor o'z yashash joyidan boshqa joyga ketmoqchi bo'ladigan bo'lsa, o'zi bilan olib sayohatga bormoqchi bo'lsa yoki mehmonga bormoqchi bo'lsa, o'zi bilan olib yursa bo'ladi. Lekin peritoneal dializda eng ko'p uchraydigan asoratlardan bittasi bevosita qorin bo'shlig'i bilan bog'liq bo'lgani uchun peritonit rivojlanishi mumkin. Shu asoratlar yuzaga kelib qolishi mumkin bemorda. Endi gemodializ yoki peritoneal dializ qaysi biri afzalroq? Bu bemorda umumiy holatiga qarab baholanadi. Ayrim holatlarda gemodializ seanslari qulayroq bo'lsa, ayrim holatda peritoneal dializ qulayroq bo'ladi. Gemodializ seanslari uchun bemor borish kerak bo'ladi, maxsus gemodializ seanslarini o'tkazadigan muassasalarga borish kerak bo'ladi va tibbiy yordam kerak bo'ladi seans o'tkazish uchun. Va bemor 3-3,5 soat vaqtini o'sha seans olish uchun o'tkazadi va borish kelishga vaqt ketib qoladi. Lekin hozirgi kunda uy gemodializ ham yo'lga qo'yilgan. Ayrim bir bemorlar uyida maxsus apparat gemodializ apparatlarini o'rnatib, o'zi maxsus o'qitilgan holatda uy gemodializ seanslarini o'tkazmoqda. Shu больницаga borish shart emas, uyda maxsus gemodializ apparati o'rnatiladi va gemodializ seanslarini olib turadi. Haftada 3 marta 3,5-4 soat davomida. Yana bir qiziq mavzulardan bittasi bor. Ko'pchilik holatlarda u yoki bu sabablarga ko'ra o'sha buyraklarni uzi qilganda turli xilda kistalar aniqlanib qolinadi. Va bu kistalarni ko'rib kimdir oddiy qabul qiladi, shifokorga o'sha maslahatidan keyin kimdir juda vahimaga berilib, ayrimlar juda xavotirlanib ham qolishadi. Qanday holatlarda bu kistalardan xavotirlanish kerak? Ya'ni o'zi bu kistadan qanaqa turlari bor? Shunaqa holatlar kuzatilganda nima qilish kerak? Shu haqda ham to'xtalib o'tsak. Buyrakda bir necha kistalar uchraydi. Oddiy kista bo'lishi mumkin, murakkab kista bo'lishi mumkin. Bundan tashqari buyrakning o'zining tug'ma buyrak polikistoz kasalligi deb aytiladigan tug'ma kasalliklari ham bor. Xo'p, birinchi navbatda eng xavotirli bo'lgan narsa bu buyrak polikistoz kasalligi deyiladi. Buyrak polikistoz kasalligi uning ikki xil shakli bo'ladi. Autosom retsessiv, autosom dominant, ya'ni bu nasldan naslga o'tadigan kasallik hisoblanadi. Bu degani bemor o'z yoshligidan, tug'ilganidan kista bilan
tug'iladi. Autosom retsessiv deb aytiladigan kasallik bemor o'zi bolalik davridan, chaqaloqlik davrida yoki ona qornidan rivojlanmasdan nobud bo'ladi yoki tug'ilganda nobud bo'ladi. Buyrak autosom buyrak polikistoz kasalligining autosom dominant deb aytiladigan turi esa bemor yashab qoladi va keyinchalik surunkali buyrak kasalligi, arterial gipertenziya, ikkilamchi surunkali pielonefrit, surunkali o'sha kistalarning yiringlashi, turli xil infeksiyalarga sabab bo'lishi mumkin. Bunaqa vaziyatda demak biza xavotirli bo'ladigan vaziyat, demak surunkali buyrak kasalligi erta bosqichlarda o'sha buyrakda ko'plab kistalarni, buyrakning parenximasida ko'plab kistalarni aniqlanishi, surunkali buyrak kasalligi, polikistoz kasalligini aniqlanishi bemor uchun xavotirli bo'lishi mumkin va shuningdek turli xil murakkab kistalar bo'lishi mumkin. Murakkab kistalar o'sha buyrakning parenximasida bo'ladimi yoki buyrakni ichki mag'iz qismida bo'ladimi, ular xavotirli, xavfli bo'ladi. Har qanday buyrakda aniqlangan kista xavotirli bo'lishi mumkin. Shuning uchun ham faqatgina kistani turiga, qayerda joylashishiga, katta kichikligiga e'tiborga olinmasdan qo'shimcha ravishda tekshiruvlar qilinishi kerak bo'ladi, buyrak funksiyasini baholash kerak bo'ladi. Dinamikada bemorda tavsiya qilinadi UZI qo'shimcha MSKT yoki MR tekshiruv tavsiya qilinadi. Aniq tashxis qo'yish va kistalarni kattalashyapti, kichikligi kattalashmayapti holati haqida. Kerak bo'lsa zarur holatlarda onkologga yo'naltiriladi buyrakning kistalarini holatini baholash uchun. U kichkina bitta kistalar bo'lsa, oddiy kistalar bo'lsa, demak ular xavfsiz hisoblanar ekanda. Endi polikistoz deganda soni qanchadirdan ko'p bo'lganda polikistoz deyiladi. Masalan, miqdori aniq soni bormi? Aniq polikistoz deganda bunda buyrakning o'sha to'qimasini ko'plab kistalar egallab bo'lgan bo'ladi. Bu to'qimaning o'rnida to'plangan kistalar buyrak to'qimasidagi faoliyat yuritadigan nefronlarni faoliyatini buzib qo'yadi, faoliyatini o'zgartiradi, ularning nobud bo'lishiga sabab bo'ladi. Buyrakda ham bo'lishi mumkin, oddiy ko'plab kistalar bo'lishi mumkin. Oddiy ko'plab kistalar bilan polikistoz kasalligini farqlashda ozgina muammo yuzaga keladi. Shunaqa ko'plab kistalar bo'lishi mumkin. Buyrakning ko'sachijom tizimida joylashgan ko'plab kistalar bo'lishi mumkin. U bilan buni ozgina farqi bor. Buyrakning istalgan joyda paydo bo'lishi mumkin. Demak, u boyagi ko'sachijomida bo'lgan, po'stlog'ida bo'lgan kistalar nisbatan ular xavfsiz hisoblanadi, mag'iz parenximasiga qaraganda. Unaqa deb bo'lmaydi. Har qanday joyda joylashgan kista bemor uchun xavfli bo'lishi mumkin. Kista kattalashgan sari siydik chiqarish yo'lini bekitib qo'yish mumkin yoki kista kattalashgan sari buyrak to'qimasini bosib qo'yish mumkin. Shuning uchun kista bo'ldimi bemorlarga tavsiya qilinadi, albatta tekshiruvdan o'tishda. Har qanday oddiy kista bemor uchun xavfli, xavotirli bo'lishi mumkin. U keyinchalik yomon sifatli kistaga aylanib ketishi ham mumkin. Shu tomoshabinlarga avvalo yana bir narsani tushuntirib o'tsak, ya'ni o'zi buyrak qanday tuzilgan va qanday vazifalarni bajaradi. Buyrakning vazifasi bitta faqat shu siydik chiqarishmi yoki boshqa vazifalari bormi, uni tuzilishi qanday, o'zi qanday qismlardan iborat, shular haqida shu kengroq tushuntirib bersangiz. Buyrak bu juft a'zo bo'lib, ko'rinishi loviya shaklida bo'ladi va bu bel sohasida joylashgan bo'ladi. Har bitta buyrak o'rtacha 150-160 grammni tashkil etadi. Buyrak asosan ikkita qismdan tashkil topgan, buyrakni po'stlog'i qismi va mag'iz qismidan tashkil topgan bo'ladi. Endi buyrakning vazifalariga keladigan bo'lsak, vazifalar faqatgina organizmdan ortiqcha suvni chiqazib yuborish emas, o'sha moddalanma natijasida hosil bo'lgan zararli moddalarni, turli xil dori vositalarini chiqazib yuborish vazifasini bajaradi. Bundan tashqari buyrak qon bosimini nazorat qilishda ishtirok etadi. Buyrakdan maxsus renin degan gormon ishlab chiqariladi. Renin organizmda qon bosimini nazorat qilishda muhim rol o'ynaydi. Shuningdek, buyrakdan eritropoetin gormon ishlab chiqariladi. Eritropoetin qizil qon hujayralarini, eritrotsitlarni, gemoglobinni hosil bo'lishda muhim rol o'ynaydi. Buyuragimizda yana muhim bir ishlab chiqariladigan vitamin D ni faol shakli bor, kalsitriol deyiladi. Kalsitriol ichaklardan kalsiyni so'rilishini, suyaklarda mustahkam bo'lishda muhim rol o'ynaydi. Bundan tashqari buyraklar yog', uglevod, ya'ni glyukoza almashinuvida va oqsillar almashinuvida ishtirok etadi. Organizmda
kislota ishqor muvozanatini normal qilishda, elektrolitlar balansini normallashtirishda qatnashadi. Xo'p, ayrim holatlarda shunday bemorlarni kuzatamiz. Shunaqa davo choralarini o'zlari qilgan yoki kimgadir tavsiya qilgan holatlar bo'ladi. Ya'ni endi bu qo'polroq bo'lsa ham aytaman, sidikni, ya'ni o'zini peshobini iste'mol qilib turli xil kasalliklarni davolashda foydalanadiganlar ham uchrab turar ekan. Bu haqda men ko'rgandim, yana ba'zi bir eski adabiyotlar shunaqa insonlar bor ekan, ya'ni sidik bilan davolovchi maxsus qo'llanmalar ham chiqargan ya'ni insonlarni ko'rdim. O'zi sidikni tarkibi nimalardan iborat? Uni haqiqatan ham boyaga iste'mol qilsa, unga organizmga qanaqadir foyda keltiradimi? Shu haqda ham aytsangiz. Bu organizmda oqsil, uglevod, yog' to'qimasi umuman foydalanilganidan so'ng, ishlatilgandan so'ng organizm uchun kerak bo'lmagan va chiqib ketishi zarur bo'lgan moddalar buyrakdan chiqazib yuboriladi. O'sha yuqorida aytib o'tganimdek kreatinin, mochevina, sidik kislota, azot qoldiqlari, qo'shimcha turli xil dori vositalar qabul qiladigan bo'lsa, bemorda dori vositalari ularning aktiv shakllari, turli xil toksik moddalar hammasi sidik ko'pchiligi buyrak orqali chiqib ketadi. Bu buyrak orqali chiqib ketishi kerak bo'lgan va organizm uchun kerak bo'lmagan mahsulotlarni iste'mol qilish bemorning sog'lig'i uchun zararli hisoblanadi, ahvolini yana ham og'irlashtiradi. Nefrolog sifatida, shifokor sifatida bu amaliyotni noto'g'ri deb hisoblayman, noto'g'ri hisoblanadi. Ya'ni organizm o'zi voz kechayotgan narsadan, chiqarib tashlayotgan zaharni qaytib organizmga solib, ya'ni organizm og'irlashishiga sabab bo'ladi. Kelyapti. Xo'p, endi yana kuzatiladigan holatlardan ko'pchilikda qon bosimi ko'tarilsa, men buyuragimdanmikan degan savollar tug'iladi. Ba'zilarda o'sha qon bosimini o'lchaganda, mana diastolik bosimni ko'pchilik o'ylaydi. Diastolik bosim boyaga 80 emas, 90 bo'lsa, 100 bo'lsa, bu buyrakdan deb o'ylashadi. Qanday holatlarda qon bosimini ko'tarilishiga sabab bo'ladi buyrak? Xo'p, buyrak hisobiga yuzaga keladigan qon bosimini o'zi tibbiyotda ikkiga bo'linadi. Parenxematoz, ya'ni buyrakning o'zini turli xil kasalliklar natijasida qon bosimini ko'tarilishi, o'sha glomerulonefrit bo'lishi mumkin, pielonefrit, buyrak polikistoz kasalligi bo'lishi mumkin. Buyrak parenxemasida yuzaga keladigan o'zgarishlar natijasida buyrakni qon bosimini nazorat qiladigan renin gormoni normadan ko'p ishlab chiqarilishi natijasida yoki buyrak chiqazib yuborish kerak bo'lgan natriyni, suv va suvni, ortiqcha suvni organizmda ushlab qolishi natijasida yuzaga kelishi mumkin bo'lgan qon bosimlar bu buyrak bilan bog'liq qon bosimi hisoblanadi. Lekin bunda albatta umumiy sidik tahlilida, ultratovush tekshiruvida, qon biokimyoviy tekshiruvlarda o'zgarishlar bo'ladi. Agar bunaqa bemorlarda umumiy sidik tahlilida, qonda, ultratovush tekshiruvida o'zgarish bo'lmasdan, o'zgarish bo'lmasdan yuqorida aytib o'tilgandek qon bosimi yuqori bo'ladigan bo'lsa, bunda e'tibor qilish kerak bo'lgan narsa buyrakka kiradigan qon tomirlaridagi stenoz, qon tomirlarining bekilib qolishi natijasida ham bo'lishi mumkin. Turli xil tromblar natijasida yoki ateroskleroz natijasida buyrakka kiradigan qon oqimini so'yib ketishi natijasida buyrakda renin gormoni normadan ko'p ishlab chiqarilib, qon bosimi ko'tarilib ketib qoladi. Bu buyrakdan tashqari, ya'ni buyrak qon tomirlari bilan bog'liq holatlarda qon bosimi ko'tarilib ketadi. Bunda oltin standart tavsiya qilinadi bemorda o'sha buyrak qon tomirlarini angiografiya qilish kerak bo'ladi. Angiografiyani imkoniyati bo'lmaganda buyrak qon tomirlarini Doppler tekshiruvi tavsiya qilinadi. Agar buyrak angiografiya tekshiruvlarida yoki qon tahlilida renin gormoni norma bo'lsa yoki umumiy sidik biokimyoviy tekshiruvlarda o'zgarishlar aniqlanmasa, demak bu kasallik buyrak parenxematoz yoki buyrak qon tomir bilan bog'liq kasallik sifatida qaralmasdan boshqa bir ikkilamchi endokrin kasalliklarni qidirib ko'rish tavsiya etiladi bunaqa bemorlarda. Bugungi kunda shunaqa holatlar kuzatilyapti. Men o'zimga shaxsan yozishganlar bor. Endi buyrak kasalliklarini davolaganimiz uchun ayrimlar murojaat qilyapti-da, bitta gapim bor deydi, nima desam, men buyragimni sotmoqchiman, menga mijoz topib bering deydi. Ya'ni boyagi bitta buyuragimni sotaman, qancha beradi, nechta pul beradi deydi. Keyin biz aytamiz, yo'q, bizda bunaqa narsa yo'q, ya'ni buyrak sotilmaydi yoki sotib olinmaydi. Bu narsa qonuniy jihatdan ham, etika jihatdan ham mumkin emas.
donorlar faqat boyagi aytganingizdek o'sha birinchi, ikkinchi darajali qarindoshlardan olib qilinadi. Ularni o'zini roziligi bilan, lekin bu yerda hech qanaqa moddiy yoki nomoddiy boshqa manfaatlar qo'yilmaydi. Endi dunyo amaliyotida shunaqa holatlar kuzatiladimi? Ya'ni buyraklarni sotish yoki boyagi sotib olish. Yana yaqinda o'qidim, shunaqa guruhlar aniqlanibdiki, bemorlarning ichki a'zolarini boyagi ularga pul berib sotib olib sotgan. Ya'ni ularning nogironligiga sabab bo'lgan turli xil ichki a'zolar. O'zbekiston sharoitida faqatgina tirik va birinchi, ikkinchi darajali qarindoshlar donor sifatida berilishi yo'lga qo'yilgan. Chet davlatlarda faqatgina qarindoshlar emas, balki o'lik buyrakni ko'chirib o'tkazish amaliyoti ham chet davlatlarda yo'lga qo'yilgan. Endi mana buyrak transplantatsiyasi qilingan bemorlarda ularning qarindoshlari undan oldin bizdan so'rashadi. Ya'ni buyragimni bersam ertaga nimadir bo'lmaydimi? Qandaydir og'ir holat kuzatilmaydimi? Endi biz ularga tushuntiramiz, yo'q, bitta buyrak bilan ham yashash mumkin. Buyragning bittasi ikkinchisini o'rnini to'ldira oladi deb. Shunday insonlarga, ya'ni buyragini bermoqchi bo'lganlarga qanday tavsiyalar, qanday maslahatlar berasiz? Inson bitta buyrak bilan bemalol yashasa bo'ladi, chunki Alloh taolo shunaqa imkoniyat yaratgan, yoki faqatgina buyrak emas, masalan, O'zbekistonda ham sekin-sekin yo'lga qo'yilmoqda. Jigar ko'chirib o'tkazilishi mumkin. Jigar transplantatsiyasi, jigarni bitta bo'lagini ko'chirib o'tkazib berish. Bu qolgan qism yoki qolgan jigarni qolgan bo'lagi yoki bitta buyrak butun organizmni faoliyatini, funksiyasini o'zini zimmasiga olib, vazifalarni butun ikkita buyrak vazifasini bajarish kerak bo'lgan vazifani bajara oladi buyrak. Buyrak kasalliklarida yana eng ko'p uchragan kasallik bor, glomerulonefrit kasalligi. Bu bilan ham juda ham ko'plab bemorlar kasallanishadi. Shu aynan glomerulonefrit kasalligi bugungi kunda qaysi yoshlarda ko'proq paydo bo'lyapti? Ya'ni kimlar ko'proq bu kasallik bilan murojaat qilyapti? Demak, glomerulonefrit kasalligi o'zi birlamchi bo'lishi mumkin, ikkilamchi bo'lishi mumkin. Birlamchi o'sha buyrakni o'zida yuzaga keladigan kasallik natijasida bo'ladi, rivojlanadi. Ikkilamchi turli xil boshqa bir kasalliklarning asorati sifatida, masalan, autoimmun kasallik, sistemali qizil bo'richa, sklerodermiya, dermatomiyozit, Bexterev kasalligi, reumatoid artrit kasalliklari natijasida yuzaga kelishi mumkin. Endi glomerulonefrit kasalligini aynan bir yoshga bog'liq rivojlanishi aytish noto'g'ri narsa, chunki glomerulonefritning ham o'zining turlari bor, morfologik turlari bor, klinik turlari bor, kechishiga ko'ra o'tkir osti, surunkali bor. Har bitta turlarini har xil yoshda va har xil jinsda uchrash chastotasi har xil bo'ladi. Kichik bir yoshli bemorlarda ma'lum bir turlar ko'proq uchrasa, katta yoshlarda ma'lum bir turlari ko'proq uchraydi. Shuning uchun umuman bemorda oyoqlarida shish, qon bosimining ko'tarilishi, siydiqdagi o'zgarish, qanaqadir buyrak bilan bog'liq muammo bo'ldimi, glomerulonefrit kasalligi shubhalantirilib, chuqurroq tekshiruv olib borish kerak bo'ladi. Glomerulonefrit kasalligiga aniq tashxis qo'yish uchun faqatgina analiz, klinik bemorning shikoyatlari, obyektiv ko'rik, oddiy umumsiydik tahlili, qon tahlili, ultratosh tekshiruvi o'zi kamlik qiladi. U uchun chuqurlashtirilgan tekshiruvlar olib borilishi kerak bo'ladi. Aniq buyrakdagi morfologik o'zgarishlarni tashxis qo'yishda bugungi kunda O'zbekistonda ham yaxshi yo'lga qo'yilmoqda. Buyrak biopsiyasi tekshiruvi qilinishi kerak. Biopsiyasida aniq klinik tashxisi bemordagi buyrakdagi kechayotgan morfologik o'zgarishlarga aniq tashxis qo'yilib, shunga qarab davo choralari ko'riladi. Yosh va jinsga ajratish bu yoqda ajratib bo'lmaydi. To'g'ri uchrashi mumkin. O'tkir glomerulonefrit degan kasallik bor. O'tkir glomerulonefrit ko'pincha yoshlarda uchrashi mumkin. Bu o'sha o'tkazilgan tanzillit yoki skarlatina kasalliklaridan keyin 2-3 haftadan keyin namoyon bo'lishi mumkin, lekin bu yosh kattalarda ham kuzatiladi. Shu glomerulonefrit kasalliklarini davolashda hozir bugungi kunda autoimmun dori vositalar, ya'ni autoimmun kasalliklarda ishlatiladigan dori vositalaridan foydalaniladi. Masalan, o'sha steroid dori vositalari yoki boshqa dori vositalar. Bunday dori vositalarini iste'mol qilganda, bunday dori vositalar bilan davolaganda bemorlarda kasallik
aytganimiz boyagi o'tkir surunkali glomerular nefritda qanday kechadi? Ya'ni kasallik butunlay yo'qolib ketadimi yoki kasallik boyagi aytgan remissiya, uxlash davriga tushadimi? Xo'p, bemorlarda ko'pincha ko'p holatlarda o'tkir glomerulonefrit holati bo'ladigan bo'lsak, davo choralaridan keyin bemorda davo choralari qo'llangandan keyin to'liq sog'ayish holatlari ham bo'ladi. Ko'pincha o'tkir holatlarda surunkali glomerulonefritlarda ko'p holatda bemordagi klinik hamda laboratoriya o'zgarishlar remissiyaga yoki noto'liq remissiya deyiladi tibbiyot tilida. Shu holatga tushiriladi va shu holatda bemorlar davo tavsiya etiladigan dori vositalar uzoq vaqt davomida tavsiya etiladi. Bu autoimmun protez bo'lgani uchun bemorni sog'ayish davri muddati ozgina vaqt uzoqroq vaqtga cho'ziladi. Agar masalan bemorda bosh og'rig'i bo'ladigan bo'lsa, bosh og'riq qarshi dori berasiz, natija sirasi ko'rishingiz mumkin. Qon bosimi ko'tarilsa, qon bosimini tushiradigan dori tavsiya qilasiz, natijani 2-3 soatda ko'rishingiz mumkin. Surunkali glomerulonefrit kasalligida umuman olganda glomerulonefrit kasalligida, buyrak bilan bog'liq kasallikda natijani ko'pchilik kasalliklarda natijani ko'rish uchun ko'proq uzoqroq vaqt kerak bo'ladi. Nafaqat bu vrach tarafdan, balki bemor tarafdan vrachga tavsiya etilgan dieta, dorilarni vaqtida qabul qilish va sog'lom turmush tarziga rioya qilish tavsiya etiladi. Bunday o'sha glomerulonefrit bilan og'rigan bemorlar agarda masalan dori vositalarini vaqtida qabul qilsa, aytaylik to'g'ri dieta qilsa, o'sha rejimlarga rioya qilinadigan bo'lsa, ularni hayot davomiyligiga yoki o'sha buyrakni funksional holatini to'liq o'sha buzilishiga qachon olib keladi yoki olib kelmasdan buyrakni butunlay saqlab yurish mumkinmi? Surunkali glomerulonefrit degani bu umuman glomerulonefrit degani bu surunkali buyrak kasalligi degani emas. Demak, buyrakning vazifalari juda ham ko'p. O'sha glomerulonefrit kasalligida masalan buyrakni siydik,dan oqsilni ushlab qolish funksiyasi buziladi yoki qonda renin miqdorini oshish natijasida qon bosimini nazorat qilish funksiyalari buziladi, lekin qonda kreatin, mochvina hali norma bo'lishi mumkin. Bunaqa bemorlarda surunkali buyrak kasalligi hali rivojlanmagan bo'ladi. Demak, agar bemor tavsiya etilgan dori vositalarini qabul qilib, parhez rejimi, dori vositalarini vaqtida qabul qilinadigan bo'lsa, surunkali buyrak kasalligi rivojlanish ehtimoli juda ham kamayadi yoki surunkali buyrak kasalligi rivojlanish oraliq masofasi cho'ziladi. Chunki glomerulonefrit kasalligini yuqorida aytib o'tdim, ko'plab turlari bor. Ba'zi bir turlari bor 5 yil, ba'zi bir turlarida 10 yil, ba'zi bir turlarida esa 2-3 oy ichida og'ir surunkali buyrak kasalligi rivojlanib, qonda o'sha kreatin, mochvina ko'rsatkichlarining yuqori bo'lishi va bemorlarning gemodializ seanslariga o'tib ketish ehtimoli bo'ladi. Bu kasallikni aniq bir turiga bog'liq va bemorlarni qabul qiladigan dori vositalarini o'z vaqtida qabul qilishi, iste'mol qilinadigan oziq-ovqat mahsulotlaridan diyetalarga bog'liq bo'ladi. Yana kuzatiladigan holatlardan biri juda ham ko'p holatda bo'ladi. Bemorlar o'sha qovog'ini tagida, ya'ni ko'zini tagida qandaydir o'zgarish sezsa, ayrim holatlarda shish, ayrim holatlarda o'sha rangini o'zgarishi bo'lsa, bo'ldi yoki o'zi yoki uydagilari seni buyraging kasal, buyragingni vaqt nimadir qilibdi deb aytishadi va ular o'sha xavotirlanib qoladi. Buyragim kasal emasmikan degan. Nefrologiya bunga nima deydi? Haqiqatan ham buyrak kasalliklarida ba'zan bo'lishi mumkin. Yuz sohasida, qovoqlar atrofida shishlar paydo bo'lishi mumkin. Lekin haqiqatan ham bu buyrak sabablimi yoki boshqa bir ko'z kasalliklari bo'lishi mumkin yoki qanaqadir endokrinologik kasalliklar bo'lishi mumkin. Bemor uzoq vaqt telefon yoki boshqa bir televizor yoki boshqa bir vositalardan foydalangan bo'lishi mumkin. Uni aynan buyrakdanmi yoki boshqa narsani bilish uchun tekshiruvlar asosida keyin baholash mumkin. Agar hamma tekshiruvlar buyrak bilan bog'liq tekshiruvlar, siydik analizlari, qon analizlari, o'tirtovush tekshiruvlari yoki boshqa bir buyrakka xos tekshiruvlarda bemorning qo'shimcha shikoyatlari, qon bosimini ko'tarilishi yoki oyog'ida shish qo'shimcha shikoyatlari hisobga olib keyin baholanadi.
va bu bog'liq buyrak bilan yoki buyrakdan emasligi keyin aniq xulosa qilsa bo'ladi. Haqiqatdan ham buyrak bilan bog'liq muammolarda ko'z atrofida ko'zda shishlar bo'lishi mumkin. Bu glomerulonefrit kasalligida umumiylik bormi? Ya'ni mana turlari bor. Ya'ni umumiy glomerulonefritda qanaqa jarayonlar kechadi? Ya'ni buyrak nima asosida qanday zararlanadi? Qaysi sohalari zararlanadi va bu nimalarga olib keladi? Xo'p, glomerulonefrit kasalligi rivojlanishda bu autoimmun mexanizm deb aytdim. Tashqi bir antigenlar bo'lishi mumkin, turli xil infeksiya bo'lishi mumkin, gepatit B, gepatit C bo'lishi mumkin yoki tashqi qanaqadir allergen bo'lishi mumkin, dori vositalar bo'lishi mumkin. Organizmda shularga qarshi antitela ishlab chiqariladi. Antitela degani shu tashqi yot omillarga nisbatan organizm kurashadigan kuch ishlab chiqariladi. Bu antigen bilan antitela o'zaro bog'lanib, immun komplekslar deyiladi, o'zaro kompleks hosil qiladi. Bu komplekslar buyrakni ishlaydigan filtrlariga, ya'ni nefronlarga borib o'tiradi va u yoqda yallig'lanish jarayonlarini chaqiradi. Bu birinchi nazariya. Glomerulonefrit rivojlanishida juda ko'plab nazariyalar bor. Yana bitta nazariya buyrakni oqsil chiqarishiga to'sqinlik qiladigan maxsus filtrlari bo'ladi. O'sha koptochlarda, glomerullarda bu filtrlardagi hujayralar tashqaridan tushgan antigen hujayralar bilan o'xshash bo'ladi. Tashqaridan qanaqadir yot modda tushsa, yuqorida aytib o'tganimdek infeksiya bo'lishi mumkin, qanaqadir allergiya bo'lishi mumkin, dori vositalar bo'lishi mumkin, viruslar bo'lishi mumkin. Bu antigenlar bilan buyrakdagi membranadagi baryer to'sig'idagi hujayralar o'xshashligi uchun antigen mimikri deyiladi. Organizm ularga qarshilab chiqarilgan kuch, ya'ni antitela organizm o'zidagi koptochlardagi hujayralarga ham qarshi ta'sir ko'rsatadi. Ular bilan ham bog'lanadi va ularning zararlanishiga sabab bo'ladi. Natijada siylikdan ko'p miqdorda oqsil chiqishi, silindr chiqishi, eritrosit deb aytiladi, qon hujayralarining chiqishi, qon bosimi ko'tarilishi, tanada, oyoqda, qorinda, balki butun tanada shishlarning paydo bo'lishiga sabab bo'ladi. Organizmni o'zini immuniteti o'ziga qarshi ishlab, o'zini a'zosini ishdan chiqaradi. Ya'ni noto'g'ri immunitet shakllanib qolyapti. Tashqi antigenlar organizm o'zini antigeniga o'xshashligi uchun organizm o'zini antigenini ham tashqaridan kelgan yot narsa deb qabul qiladi va uni zararlashga o'tadi. Adashtirib qo'yyapti-da. Boshqa tashqaridan tushgan. Bu bir nazariya. Bundan tashqari nazariyalar glomerulonefrit rivojlanishida ko'plab nazariyalar bor. Eng ko'p hozir tavsiya qilinadigan nazariyalar shu nazariyalar. Bundan tashqari buyrak yana keng tarqalgan kasalliklardan boyagi pyelonefrit kasalligi bor. O'tkir pyelonefrit, surunkali pyelonefrit. Endi ko'p holatlarda kuzatiladigan muammolardan yana biri bemorlarni o'sha turli xildagi sabablar tufayli ultratovush tekshiruvi ko'rsatilganda ularda surunkali pyelonefrit deb buyrak, ya'ni ultratovush, ya'ni UZI tekshiruvda yozib beriladi. Ko'p holatda shunaqa yozib berishadi yoki buyrakda surunkali yallig'lanish belgilari deb yozib beriladi. Shunday holatlar ham bo'ladiki, mana bemorlarni ko'ramiz, siydigi toza, mochevniy kreatininlari oshmagan, temperaturasi yo'q, hech qanaqa boshqa belgilar kuzatilmay, og'riqlar kuzatilmayapti. Faqatgina UZI tekshiruvidan ko'rganda surunkali pyelonefrit deb qo'ydi deb o'sha buyrak kasalliklarini davolashga kirishib ketadi. Yana eng ko'p kuzatiladigan xatodan biri, endi bizning fikrimiz bo'yicha turli xildagi buyrak kasalliklari kuzatildimi, umumiy dorilarni tavsiya qilishadi. Ya'ni buyragi kasal ekan deydi-da, kimdir aytadi, mana bu dori bor, ichib yur deydi. U buyrak kasalligini qaysi turi unda, pyelonefritmi unda, glomerulonefritmi unda yoki umuman boshqa sababmi, buyrak yetishmovchiligi rivojlanganmi, unga e'tibor bermaydi. Yoki yana hozir keng tarqalgan holat bor, turli xildagi o'sha biologik aktiv dabavkalar. Bu buyrakka yaxshi ekan, bu siydik yo'llarga yaxshi ekan deb tavsiya qilishyapti. Shu vositalarni qo'llanilishiga qanday qaraysiz?
Xo'p, birinchi navbatda ultratovush tekshiruvi asosida surunkali glomerulonefrit tashxisi, surunkali pielonefrit yoki surunkali glomerulonefrit yoki nefrit belgilarida tashxis qo'yish bu noto'g'ri deb qarayman. Chunki ultratovush tekshiruvi, nafaqat ultratovush tekshiruvi, balki MSK yoki MR tekshiruvi bo'lishi mumkin. Bular shifokor uchun yordamchi, diagnostika qo'yish uchun yordamchi bo'lgan narsalar. Bemorning umumiy shikoyatlari, umumiy holati, anamnezi, laboratoriya tekshiruvlar, umumiy siydik tahlili, qondagi tekshiruvlarga ko'rib, yordamchi vosita sifatida ultratovush tekshiruvga qarab, keyin pielonefrit tashxisini qo'ysak bo'ladi. Lekin faqat ultratovush tekshiruviga qarab, umuman olganda ultratovush tekshiruvidagi xulosada bunaqa narsa qo'yilishi bu noto'g'ri narsa. Birinchidan, ikkinchidan, to'g'ri bemorlar o'zlari mustaqil tabiiy dori vositalar bo'lishi mumkin. Ularni bemor o'zlari mustaqil qabul qilishadi. Lekin bu narsa noto'g'ri deb o'ylayman. Bemorda aniq klinik shikoyatlar bo'lmasa, umumiy siydik tahlilida yoki boshqa bir qo'shimcha chuqurlashtirilgan tekshiruvlarda aniq tashxis qo'yilmas turib, bunaqa dori vositalarini umuman olganda biologik aktiv qo'shimchalarni qabul qilishi bu noto'g'ri hisoblanadi. Ba'zi bir holatlarda o'sha biologik aktiv qo'shimchalar buyraklarga toksik ta'sir ko'rsatgan holatlar ham aniqlangan. Buyrakda shunaqa tubulyent tersial nefrit degan kasallik ham bor. Bu o'sha buyrakdagi turli xil toksik moddalar natijasida yoki dori vositalar natijasida yoki qo'shimcha biologik aktiv qo'shimchalar natijasida buyrakni shu to'qima parenximalarini zararlanishdan yuzaga keladigan kasalliklar ham uchrab turadi. U aytganingizdek zaharli moddalarni iste'mol qilib qolyapti, ya'ni u buyrak uchun zaharli hisoblanadi, boshqa joy uchun foydali bo'lsa ham, shuning uchun buyrakni zararlanish kuchayadi. Keyin yana masalan iste'mol qilishadi ayrim holatlarda immunitetni ko'taradigan dorilar debdi. Immunitet ko'taradigan bu dorini ichsa yoki davoxonani ichsa immunitet ko'tarilar ekan, yaxshi ekan deb. Ya'ni buyrak kasallik borlarga ham tavsiya qiladi. Ayniqsa shunaqa holatlar bo'ladi, boyagi glomerulonefriti bor, unga immunitetni stimullovchi immunosupressantlar berishadi. Bunday holatda boya aytganingiz zararli, ya'ni immunitetni qanchalik biz kuchaytirsak, aksincha boyagi buyrakni shunchalik ko'proq ishdan chiqarish mumkin bo'ladi. Shuhrat, hozirgi kunda mana dializ amaliyotlari o'tkazilyapti yoki buyrak perisadkasi qilinyapti. Shu dializga tushgan bemorlar, masalan aytaylik 10 ta bemor yoki 100 ta bemor oladigan bo'lsak, asosan qanday kasalliklar bilan og'rigan bemorlar bizning yurtimizda shu dializga tushib qolyapti? Nafaqat bizning yurtimizda, butun dunyoda asosan dializga tushayotgan bemorlarning ko'pchiligini birinchi navbatda qandli diabet natijasida yuzaga kelgan diabetik nefropatiya bilan og'rigan va surunkali buyrak yetishmovchiligi rivojlangan bemorlar tashkil etadi. Bunaqa bemorlar bunaqa bemorlarga o'z dializ seanslari butun dunyoda vaqtliroq tavsiya qilinadi. Qolgan bemorlarga nisbatan dializ seanslarini vaqtliroq boshlash tavsiya qilinadi. Bu diabetik nefropatiya, qandli diabet natijasida buyrak kasalligini, umuman buyrakda yuzaga keladigan muammo bu uzoq davom etadigan proses hisoblanadi. Ayrim bir bemorlarda qisqa vaqt bo'lishi mumkin, lekin bu bosqichma-bosqich rivojlanadigan proses hisoblanadi. Shuning uchun ham sahri bor bemorlar bu buyrak kasalligi rivojlanishi uchun eng xavf omili yuqori bo'lgan kontingentlar qatoriga qo'shsak bo'ladi bunaqa bemorlarni. Shuning uchun qandli diabet bor bemorlar siydik tekshiruvi, qon tekshiruvida qonda kreatin, mochevina, umumiy siydik tahlilida oqsil, albumin tekshiruvlari, buyraklarni ultratovush tekshiruvlarini qilib borishi, qon bosimini, qondagi qand, ya'ni glyukoza miqdorini nazorat qilib borishlari tavsiya qilinadi. Surunkali buyrak kasalligini oxirgi og'ir bosqichlari rivojlanmasligi uchun bunaqa bemorlarda qonda qand miqdorini nazorat qilib tursa yoki kerakli vrach nefrolog tomonidan tavsiya qilingan dori vositalarini tavsiya qilinadigan bo'lsa, bu proses, bu jarayon rivojlanish ehtimoli kamayishi mumkin yoki og'ir bosqichga yetib borguncha bo'lgan vaqt uzayishi mumkin. Bizga o'sha bizni bemorlar orasida biz tekshirib ko'rganimizda ko'proq mana shu qandli diabet bilan og'rigan bemorlarda aynan qandli diabet bilan og'riganlarning ichidan yana plus boyagi qon bosimi bor bo'lgan bemorlarda o'sha kuzatuvlarda buyrak yetishmovchiligi yana ham tezroq rivojlanyapti. Ya'ni ularda oddiy qandli diabetning o'zi bor va qandli diabet bilan birga qon bosimi kasalligi bor bo'lgan bemorlarda buyrak yetishmovchiligi ancha tezroq rivojlanyapti.
Endi bu qandli diabet bilan kasallanganda buyrakda o'zi aynan qanday o'zgarishlar sodir bo'ladi va bu o'zgarishlar sodir bo'lishiga olib keladigan ma'lum bir chegaralar bormi? Ya'ni qandni miqdori yoki iste'mol qilinadigan mahsulotlar o'shalar qanday o'zgarishlar olib keladi? Buning chegarasi nimada? Qonda glyukoza miqdorining uzoq vaqt baland bo'lishi bu aytib o'tdim yuqorida nefronlar koptoshlar degan funksional birligi bor buyrakni. Koptochlarda koptochlardagi bosimni oshirib boradi. Filtratsiyalarning bosimi deyiladi, giperfiltratsiya deyiladi. Ko'p miqdorda glyukoza siydik koptochlarda filtratsiya bo'ladi. Uning ichidagi koptochlar ichidagi bosimni oshirib boradi. Uzoq vaqt baland koptochlar ichidagi bosim uzoq vaqt bu buyrak koptochlarning ish faoliyatini susaytirishga va ularni nobud bo'lishga olib keladi. Bundan tashqari qonda glyukoza miqdorining yuqori bo'lishi buyrak koptochlarining hujayralariga toksik ta'sir ko'rsatib, ularning nobud bo'lishiga olib keladi. Bu bilan birgalikda eng og'ir buyrakni rivoj kasalligini buyrakni hujayralarining nobud bo'lishini yanada kuchaytirib yuboradigan eng kuchli stimulni aytsak bo'ladi. Sistemning qon bosimi baland bo'lishi, ya'ni aytganingizdek gipertoniya kasalligi yoki arterial gipertenziyani baland bo'lishi buyrak qon tomirlarini buyrak ichidagi kichik qon tomirlarida zo'riqib ishlashiga va ularni filtratsiyani kuchaytirishga va nobud bo'lishini kuchaytirib yuboradi. Bunday bemorlarda masalan ma'lum bir muddati bormi? Ya'ni aytaylik qandli diabet bilan kasallandi, 1 yil ichida yoki 5 yil ichida yoki 10 yil, 20 yil ichida boyagi buyrak yetishmovchiligi rivojlanishi, shakllanishi mumkin. Yoki aytaylik o'sha buyrak yetishmovchiligi rivojlanib dializga tushib qolishi mumkin. Shu muddatlar bormi? Yokida masalan bu kasallik bilan og'rigan mana bemorlar bor. Juda ham ko'pchiligida buyrakdan yana xavotir oladi. Bu bemorlar rivoya qilib yursa, buyragida aytaylik o'sha qurish jarayonlari, sodda qilib aytganimizda, buyrak yetishmovchiligi rivojlanmasligi mumkin. Ya'ni 20 yillab, 30 yillab, 40 yillab og'rigan qandli diabet bilan bemorlar bor. Buyragini tekshirsa, sog'lom bo'ladi. Shunday ma'lumotlar bormi? Ya'ni aniq mana bu muddatda bu asorat shakllanishi mumkin. O'zi qandli diabet 2 ga bo'linadi. Birinchi tip, ikkinchi tip. Har birini rivojlanishini o'zini tibbiyot tilida etaplari, bosqichlari bo'ladi. Bu qandli diabetda buyrakni zararlanishini o'zini vaqti bo'ladi. Endi har bir kasal individualni bo'lgani sababli bu vaqti faqatgina buyrak qandli diabet bilan emas, buyrak bemordagi qo'shimcha kasalliklarga ham bog'liq bo'ladi. Masalan, gipertoniya kasalligi yoki reumatik kasallik bo'lishi mumkin. Buyrakda birinchi qandli diabet rivojlangan bemorlarda birinchi qonda kreatin mochilnik ko'tarilishidan oldin siydikda oqsil chiqishi, albumin chiqishi kuzatiladi. Ayrim bemorlarda bu proses 3-5 yilni tashkil etadi. Keyinchalik qonda kreatin mochilnikning ko'tarilishi boshlanadi. Kreatin mochilnikning ko'tarilishi ayrim bemorlarda 5 yil, ayrim bemorlarda 10 yildan keyin kuzatiladi. Bu kasallikning ketish protsessiga, bemorni dori vositalarini rioya qilishi, tutgan parhezi, qo'shimcha kasalliklarga bog'liq bo'ladi. Shu og'ir surunkali buyrak yetishmovchiligi turli xil bemorlarda har xil kechadi. Ayrim bemorlarda 5 yil, ayrim bemorlarda 15, ayrim bemorlarda 20 yil, ayrim bemorlarda 20-25 yildan keyin rivojlanish bor, ehtimoli bo'ladi. Bu demak talab qiladi birinchi navbatda bemorlar tarafidan, shifokor tarafidan tavsiya qilingan dori vositalarini vaqtida qabul qilishi, dieta parhez qilishi, qonda qand miqdorini me'yorda ushlab turishi, qon bosimini 140 dan yuqori tutmasligi, 140-130 qon bosimini 130 atrofida ushlab turishi tavsiya qilinadi. Dori vositalarini vaqtida qabul qilish va o'z vaqtida analiz tekshiruvlar qilib borish tavsiya etiladi. Bunday bemorlar qancha miqdorda kuniga aytaylik oqsil, ya'ni go'sht iste'mol qilish kerak yoki qancha miqdorda aynan tuz iste'mol qilish kerak? Keyin kundalik iste'mol qilinadigan suyuqlik miqdorini cheklashi kerakmi, cheklashi kerak emasmi? Ya'ni qandli diabeti bor va ularda surunkali buyrak yetishmovchiligi rivojlangandan keyin qandli diabet bor bemorlarda oqsilni chegaralash, u siydikdan chiqayotgan oqsil va umumiy qondagi oqsil hamda qonda kreatin miqdoriga qarab
40-50 grammdan 100 grammgacha chegaralanadi. Kunlik iste'mol qilinadigan o'sha oqsil miqdori. Tuz miqdori bemorning qon bosimiga qarab 3 grammdan 5 grammgacha chegaralab boriladi. Kunlik iste'mol qilinadigan osh tuzi miqdori chegaralab boriladi. Iste'mol qilinadigan suvni miqdori bemorni chiqarayotgan siydik miqdoriga, bemor tanasidagi shishlarga, oyoqda, qorinda, butun tanadagi shishlarga qarab belgilab beriladi. Agar bemorda tanasida shishlar aniqlanadigan bo'lsa, iste'mol qilinadigan suyuqlik miqdori chiqarilayotgan suyuqlik miqdoridan kamroq miqdorda bo'lishi kerak. Aniq bir me'yor qo'yish noto'g'ri, lekin haddan ziyod kunlik iste'mol qilinadigan suyuqlik miqdori bemor holatidan kelib chiqib 1,5-2 litrdan oshmaslik kerak bo'ladi. Har bir bemor uchun bu individual tanlanadi. Chiqarayotgan siydigi, bemordan ajraladigan siydik, bemor qon bosimi, iste'mol qilinayotgan suyuqliklar miqdoriga qarab individual tanlanadi. Lekin imkon boricha qabul qilinadigan suyuqlik miqdori chegaralab boriladi. Iste'mol qilinadigan suyuq ovqat bo'lishi mumkin yoki sut, kefir bo'lishi mumkin yoki suyuqlik bo'lishi mumkin. Ular chegaralashga harakat qilinadi. Endi bunday bemorlarda o'zi muammo boyaga biz aytyapmiz, buyrak yetishmovchilik rivojlandimi, oqsilni cheklaylik. Ya'ni oqsilni kamaytirish kerak. O'zi bular qanday diabetni og'rigan edi. Ya'ni qanday diabetni og'rigandan keyin ularda boyaga uglevodlarni ham oldindan o'zi cheklab kelinyapti. Ya'ni cheklash tavsiya etilgan. Endi kimlar rioya qiladi, kimlar rioya qilmaydi. Iste'mol qilinadigan mahsulotlarda o'zi katta qismini uglevodlar va oqsillar tashkil qiladi. Endi 3-mahsulotlar bu yog' mahsulotlari qoldi. Endi mineral moddalar va boyagi suv ular energiya bermaydi. Bu yerda muvozanatni qanday ushlash mumkin? Ya'ni bular uglevodlarni cheklagani afzalroqmi yoki oqsilni cheklagani afzalroqmi? Bunaqa vaziyatda ikkalasini ham chegaralash kerak bo'ladi. Faqat uglevod bilan oqsil balki yog'ni ham chegaralash kerak bo'ladi. Iste'mol qilinishi har bir bemor uchun individual tanlab ko'riladi, lekin uchalasini ham chegaralash kerak bo'ladi. Bunaqa vaziyatda bemorda o'sha oqsil miqdori kamaygandan so'ng organizm ishlashi kerak, hujayralar ishlashi kerak. Tashqi muhitdan energiya qabul qilish uchun almashinmaydigan aminokislotalar tavsiya etiladi bemorlarda. Shu nutritiv statusini yaxshilash uchun o'sha qonda kreatin monochivinani ko'tarmaydigan va organizmga energiya zaxirasi sifatida foydalanadigan maxsus keta analoglar tavsiya etiladi bemorlarga. Bemorning tana vazniga hisobga olgan holatda tavsiya etiladi bunaqa vaziyatda. Shular mahsulotni ham chegaralash kerak bo'ladi bemorga. Lekin bu degani bu mahsulotlarni butunlay to'xtatish kerak degani. Yo'q, butun to'xtatilmaydi. Shular mahsulotdan bemor holatiga qarab individual tavsiya qilinadi. Endi buyrak kasalliklarida hozirgi aytganimiz ya'ni diabetik nefropatiyada ham boyagi oldingi mavzularda gaplashganimiz surunkali buyrak kasalligi, glomerulonefrit, pyelonefrit bu kasalliklarning ham barchasida shishlar kuzatilishi mumkin. Ya'ni tanada suv to'planib, shishlar kuzatilishi mumkin. Va boshqa sabablar tufayli, masalan, bizlarning yurak qon tomir kasalliklaridan, aytaylik jigar kasalliklaridan ham shishlar kuzatiladi. Bu shishlarni uy sharoitida masalan kuzatilganda qandaydir yo'llar bilan bir-biridan farqlab olish mumkinmi? Ya'ni aynan mana shunday belgilar kuzatilsa, shishlar demak katta ehtimol bilan buyrak kasalliklariga bog'liq bo'ladi. Yoki yo'q, bog'liq bo'lmaydi. Endi uy sharoitida farqlash qiyin, lekin ko'pincha ajratish mumkin. Masalan, buyrak bilan bog'liq shishlar ko'pincha yumshoq bo'ladi. Barmoq bilan bosganda chuqur izi qoladi. Tez tiklanadi. Anaqa yurak qon tomir sistemasi bilan bog'liq shishlar ko'pincha qattiq shishlar bo'ladi. Keyin yana bir narsani hisobga olish kerak bo'ladi. Yurak qon tomir bilan bog'liq shishlarda ko'pincha bemorning anamizdan yurak bilan bog'liq kasallik o'tkazganliklari, bemorning yoshi shu hisobga olinadi. Buyrak bilan bog'liq ishlarda esa bemorda yaqinda yoki anamizda qanaqadir glomerulonefrit bilan og'riganligi, pyelonefrit bilan og'rigan bo'lishi mumkin. Qo'shimcha buyrak bilan bog'liq muammosi bo'lgan bo'lishi mumkin. Anamiz yig'ib ko'riladi. Endi aniq farqlash qiyin bo'lishi mumkin. Buyrak bilan bog'liq ishlarda faqatgina oyoqlarda emas, ba'zan yuz sohasidan paydo bo'lishi mumkin ishlar. Yurak bilan bog'liq ishlarda esa asosan ishlar tananing pastki sohalarida, oyoqlarda, periferiyada ko'proq kuzatiladi.
Endi faqatgina uy sharoitida bemorni o'zi bu yurak yoki bu buyrak ishlari yoki umuman endokrinologik muammo bilan bog'liq ishlar ham bo'lishi mumkin yoki oyoqni o'zini qon tomirlari bilan bog'liq ham ishlar bo'lishi mumkin. Uni ajratish uy sharoitida baribir qiyinchilik tug'diradi. Baribir mutaxassisga yo'naltirilib kerakli laborator hamda instrumental tekshiruvlar asosida ajratish kerak bo'ladi. Dastlabki bosqichlarda, masalan, buyrak bilan bog'liq kasalliklarning dastlabki bosqichlarida yurakka xos ishlar ham paydo bo'lishi mumkin. Yoki yurak bilan bog'liq muammolarda bemor ko'pincha yotgan yotoq rejimida bo'ladigan bo'lsa, nafaqat oyoq sohasida, balki yuz sohasida ish paydo bo'lishi mumkin. Yoki teskarisi buyrak bilan bog'liq bemorlarda nafaqat yuz, balki oyoq sohasida ham ishlar bo'lishi mumkin. Bemor farqlay olishi anamnizni shunaqa shu ko'rinishda farqlashi mumkin. Keyin mana homiladorlik holatlari kuzatilganda ham tanada shishlar kuzatiladi. Homiladorlarda uchraydigan ma'lum bir turdagi buyrak kasalliklari bor. Ya'ni hozir homiladorlarda qaysi buyrak kasalliklari ko'proq uchraydi va shishlar qaysi holatlarda yuzaga keladi? Homiladorlikda organizmida gormonal o'zgarishlar bo'ladi. Masalan, progesteron normadan ko'p ishlab chiqarilishi hisobiga o'sha buyrakdan chiqadigan buyrak qoshiqjom tizimi, umuman siydik yo'llari kengayadi. Siydik yo'llari kengaygandan so'ng u yoqda infeksiya yig'ilishi ehtimoli ko'p bo'ladi. Shu homiladorlarda ko'pincha kuzatiladi. Har xil homiladorlar pielnefriti bo'lishi mumkin. Bundan tashqari homiladorlarda homila kattalashgan sari ayniqsa ko'pincha ko'p kuzatiladi. Anatomik tuzilishga ko'ra va homilaning joylashishiga ko'ra umumiy buyrakda mexanik tashqi tarafdan siydik yo'llarini bosilishi hisobidan siydik ajralishi qiyinlashib, bemorimiz homilador deb aytsak bo'ladi. Bunaqa holatda homiladorlarda oyoqlarda, yuzlarda shish kuzatilishi mumkin. Bunaqa homiladorlarda tekshirish kerak bo'lgan narsa birinchi navbatda umumiy siydik tahlili va undagi oqsil miqdorini ko'rish, leykositlar shamollash belgilari bor yo'qligi hamda o'ltir tovush tekshiruvi ko'riladi. Homiladorlarda yana muhim bo'lgan narsa qon bosimini nazorat qilish kerak. Homiladorlardagi shish ko'pincha bu fiziologik holat sifatida qaraladi. Agar analizlarda, tekshiruvlarda patologik o'zgarishlar aniqlanmasa, bu fiziologik holat sifatida qaraladi va homiladorlardan qat'iy parhez rejimiga rioya qilish tavsiya etiladi va shifokor nazoratida o'tish tavsiya etiladi. Ko'pincha homiladorlikda yuzaga keladigan shish tug'ruqdan keyin qaytib ketadi. Ular parhezda nimalarga rioya qilish kerak? Parhezda demak achchiq, sho'r, qovurilgan, o'tkir ta'mli, agar homilador tanasida shishlar ko'p bo'ladigan bo'lsa, xamirli ovqatlardan, energetiklardan, gazli ichimliklardan cheklanib turishi homiladorlarga tavsiya etiladi. Ma'ruzalarda shu narsalarni kuzatdik. Endi mana buyraklarni aytdik. Har birida 1 milliontadan nefron bor. Ular ma'lum bir funksiyalarni bajarishga moslashgan. Bularning soni odatda ko'paymaydi. Demak, bular soni ko'paymaydi. Tug'ma bo'ladi. Bizning xalqimiz go'shtni yaxshi ko'radi. Ayniqsa ko'p go'sht iste'mol qilish boshqa buyrak kasalliklari bo'lmaganda ham sekin-asta buyrak yetishmovchiligiga olib keladi degan ma'lumotlarni berishdi. Bu qanchalik to'g'ri? Ya'ni buyragi kasal bo'lmasligi uchun go'shtni cheklash kerakmi? Me'yori bormi? Go'shtni chegaralash kerak. Kimlarga kerak? Haqiqatan pochkada nimadir muammosi borlarda chegaralasa bo'ladi. Shunaqa odamlar bor. Masalan, faqatgina go'sht tarkibidagi oqsil bilan birgalikda uni oqsilni parchalanish natijasida kreatin bilan birgalikda ya'ni siydik kislota oshib ketib qoladi. Siydik kislota qonda baland bo'lishi ba'zi bir bemorlarda podagra kasalliklari, ikkilamchi giperurikemiyaga sabab bo'ladi. Natijasida tubulin nefritga olib kelishi mumkin. Natriy tuzlar bilan bog'lanadi, pochkaga, buyrakka borib o'tiradi, yo'llarga tiqilib qoladi, muammo chaqirishi mumkin. Lekin go'sht iste'mol chegaralash kerak, lekin buyrak kasallik olib keladi, kelmaydi, bir nima deyish qiyin, kelishi ham mumkin, kelmasligi ham mumkin. Kimlardir o'sha go'shtni hazm qiladigan, uni parchalab yuboradigan, buyrak orqali chiqazib yuboradigan fermentlari, hujayralari yetarlicha bo'lishi mumkin. Ming iste'mol qilgani bilan
hech qanaqa o'zgarish bo'lmasligi kerak. Kimgadir bo'lishi mumkin. Bir nima deyish qiyinlik. Lekin haqiqatan ko'p go'sht iste'mol qiladigan, ko'p aroq ichadigan bemorlarda podagreskiy nefropatiya bilan kasallar ko'p keladi lekin. Rivojlanishi mumkin haqiqatan. Endi aniq bir nima deyish qiyin. Shuhrat aka, sizga bergan qimmatli ma'lumotlaringiz uchun, vaqtingizni ajratib kelganingiz uchun rahmat. Bemorlarning dardiga o'sha shifo topishda sababchilardan bo'lishda davom eting. Bugun nefrologik kasalliklar, ularning turlari, kelib chiqish sabablari va ularni davolashda qo'llaniladigan choralar haqida, mavjud muammolar, ularning yechimlari haqida suhbatlashdik. Videomiz, ya'ni podkastimiz sizga manzur bo'lsa, bundan ma'lum bir foydalar olgan bo'lsangiz, videoga like bosing, bizni yo'qotib qo'ymaslik uchun albatta kanalimizga obuna bo'ling. Agar sizda bu mavzularga tegishli yoki sog'lig'ingiz bilan bog'liq boshqa savollar paydo bo'lgan bo'lsa, ularni izohlarda yozib qoldiring. Albatta biz unga javob beramiz. Keyingi podkastlarimiz qaysi mavzularda bo'lishini xohlaysiz, bu haqda ham izohlarda yozib qoldiring. Salomat bo'ling.